Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida istiqomat qiluvchi 60 yoshli usta Zubaydullo Sattorov yog'och o'makorligi san'atiga umrini bag'ishlagan mohir hunarmand hisoblanadi. U ko'p yillik tajribasi va nozik didi bilan milliy hunarmandchilik an'analarimizni asrab-avaylab yanada boyitib kelmoqda. E'tiborlisi, Zubaydullo otaning xaridorlari orasida ko'plab xorijliklar ham bor. Muxbirimiz G'olib Amirov batafsil hikoya qiladi. Zubaydullo Sattorov yog'och o'ymakorligi san'atiga umrini bag'ishlagan fidoyi ustalardan biri. U qariyb 40 yildan buyon ushbu nozik va murakkab hunar bilan shug'ullanib, har bir asarlarda milliy an'analar va zamonaviy did uyg'unligini aks ettirib kelmoqda. Uning ishlari nafaqat mahorat, balki sabr-toqat va chuqur tafakkurning mahsulidir. Kichkinagina quticha bo'ladigan bo'lsa, o'zimcha endi mana Samarqandda o'qiganimda shuni bir $50 ga sotsam deganimda shu $80 ga sotilganda. Mana Qarshi shahrida bir masjidlarga ish qilib berganmiz, o'yma ishlar. Atayin bordim, shu ishni ko'rganim bordimda, shu paytda o'ygan paytlarim esimga tushdi-da. Shu paytlar odam qandaydir bir nima deydi, ozgina bo'lsa ham bir g'ururlanish bo'ladi-da. Usta uchun yog'och oddiy material emas, u jonli ilhom manbai. Har bir naqish, har bir o'yma o'ziga xos ma'noni anglatadi. Islomiy bezaklarda hayot davomiyligi, giriq naqshlarda esa tartib va uyg'unlik mujassam. Shu bois u har bir buyumga san'at asari sifatida yondashadi. Asosi yaxshi qurish kerak. Yog'och ko'p yil turgan bo'lsa, qancha ko'p yil turgan bo'lsa, o'zi qiyshayotgan joyi qiyshayib, qurigan yaxshi qurigandan keyin undan yasalgan buyum uzoq yil turadi. Inson hech qachon to'xtab qolmasligi kerak, har doim harakatda bo'lish kerak. Bu hayot shunday deb o'ylayman. Menimcha harakatda bo'lsa, harakatdan barakat deyishgan. Uning qo'l mehnati bilan yaratilgan har bir buyum milliylik va nafislikni o'ziga jamlab, tomoshabinni hayratga soladi. Bu asarlar orqali u ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan qadriyatlarni bugungi kun bilan bog'laydi. Hozir endi masalan kim sotib olganini bilmasak ham, qaysidir ishlarimiz, bittasi masalan Yaponiyada, yo bir ishimiz Amerikada, yo Germaniyada, hamma joyda mashg'ulimiz ekan ishlar bor. Bundan albatta faxrlanamiz. Bugungi kunda usta o'z bilim va tajribasini yosh avlodga o'rgatib kelmoqda, chunki hunarni faqat saqlab qolish emas, balki uni davom ettirish zarurligini chuqur anglaydi. Shogirdlar tayyorlash orqali u milliy san'atimiz kelajagiga munosib hissa qo'shmoqda. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.